Xitoy amdilikda masjid mihroblarini cheqishga boshladi. Vatandan egallagan usullarımizga ko'ra, Xitoy rejimi bir qancha yillardan buyon vatanimizda bundan burun ko'rilib boqmagan darajada Sharq Turkiston xalqining diniy, milliy, tili, urf-odatlari qatorliq har sohaga bo'lgan bostirishlarini eng yuksak shaklda ijro qilmoqda. Ma'lum bo'lgandek, eng qattiq besim va bostirish normalda vatanimizning janubiy qismlarida eng kuchli bo'ladi. Lekin hozirgi ahvolda bir qadar erkin deb qaralgan vatanimizning shimoliy rayonlaridami bostirish qattiq kuchayib bormoqda. Egallagan usullarimizda masjidlarning ustidagi hilal oy va masjid eshiklariga naqshlangan arabcha oyat hadislarni oldirib bo'lgan masjidlarimizning mihroblariga o'zining bayrog'ini esishqichi bo'lgan nomussizlikni qilib kelgan Xitoy rejimi amdilikda masjidlarning mihroblarini cheqib tuzlib etishga boshlagan. Shundaqla o'tgan payshanbadan boshlab uqtirish chiqarib, Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonlardagi qabristonliqni xohlagancha berishga bo'lmaydiganligini, borganlarning oqibati ig'ir bo'lganligini ogohlantirib, xalqqa tahdid solgan. Bu ijroat vatanimizning janubiy rayonlarida bir qancha yil ilgirlab boshlangan edi. Biz egallagan sen ko'rinishlarda mahalladagi qabristonliqning kirish-chiqishlariga kamera o'rnatilgan bo'lib, Xitoy yerlik aholilarni ogohlantirib, qabristonliqlarga kamera o'rnatilganligini, xiloflik qilguvchilarning oqibati ig'ir bo'lganligini bildirgan. Egallagan uchullarimizda yana hozirgi vaziyatda xalqimiz chet ellarga chiqish emas, hatto Urumchigimi bora olmayotganligi, buningmi qattiq cheklamaga uchrayotganligi bo'ldi. Yerlik xalqimiz Xitoy rejimidan qachonmi qutularmiz deb nola qilmoqda. Qo'rg'as tamojnida jasus kaptar bayqaldi. 22 aprel China Ait to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Qo'rg'as tamojnisida Qozog'iston tamojna xodimlari jasus kaptar bayqadi. Xabarda Qozoq kishilik huquq tashkilotining bir a'zosi Qozog'iston bilan Sharq Turkistonni tutashtiradigan Qo'rg'as tamojnisidagi Qozog'iston tamojna xodimlari kaptarga don berib etib, bir ko'k kaptarning putiga ma'lum narsaning bog'langanligini ko'rib, kaptarni tutib tekshirish orqali kaptarning putiga maxfiy tingshig'ich va o'rin belgilash sistemasi GPS o'rnatilganligini bayqaganligini, inchikilab tekshirish orqali yana kaptarning qanotiga sus rangda Xitoycha chegara mudofaa xizmatchisi degan xat va nomer borligini oshkorladi. Mana Xitoylar qalay anglaydi Qozog'iston. Qanotna degan Xitoyning yozuvi. Chegara xizmati degan yozuvlar mana. Xitoydan kelgan qandoslarimiz o'qib o'tir. Ayağında GPS'i var, nomermen, ştrix kodumen. Mana GPS'i mana. Xitoy Toli nahiyasiga kirish chiqishni chekladi. 22 aprel China Ait to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi Dörbiljin nahiyasini bir butun kontrol qilib, kirish chiqishni cheklagan. Xabarda Xitoy rejimi 21 aprel Sharq Turkistonning Cho'chak shahri Dörbiljin nahiyasining kirish va chiqish yo'llariga qurolli qism o'rinlashtirib, chet elliklarning kirish chiqishini bir butun cheklaganligi haqidagi xabarlarning tarqalganligini. 22 aprel bir qozoq qarindishimiz muxbirning ziyoratini qabul qilib, Toli nahiyasidami o'xshashli Xitoy rejim qurolli soqchilari nahiyaning kirish chiqish eg'izlariga to'saq qurib, tuqqan yo'qlig'iga kelgan Qozog'iston fuqarolarini kirishga ruxsat qilmaganligini, tuqqan yo'qlash uchun kirmoqchi bo'lgan yerlik kishilarning kirish cheklanganligini, mazkur nahiyaga kirmoqchi bo'lgan yerlik kishilarning kirish iltimosi qildiganligini, iltimos Xitoy bexatarlik idorasi tomonidan tasdiqlansa, ondan kiralaydiganligini, pasport bilan kirgan Qozog'iston fuqarolarining Dörbiljin nahiyasi bilan Toli nahiyasiga kirgizilmaganligini oshkorladi. İstanbul'da Uyg'ur lo'nqisini talashish basketbol musobaqasi o'tkazildi. 21 va 22 aprel kunlari Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati va Sharq Turkiston yangi nesil tashkilotining tashkillashi bilan Turkiyaning Istanbul Zaytinburnu Chirpici tantarbiya maydonida Uyg'ur lo'nqisini talashish basketbol musobaqasi elib berildi. Musobaqaga Safaköy Udun komandasi, Zaytinburnu Uyg'ur basketbol komandasi, Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati komandasi, Tajdid Universiteti komandasi, İstanbul Ticaret Üniversitesi komandası qatorliq komandalar qatnashdi. 21 aprel Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati komandasi, Tajdid Üniversitesi komandası, İstanbul Ticaret Üniversitesi komandası qatorliq 3 komanda tanlashdan o'tib hal qilg'uch musobaqaga kirdi.
Hal qilg'uch musobaqasi boshlanishdan burun Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon boshilni so'z qilib, komanda tashkillovchilarini alohida qo'llaydiganligini bildirib ilhom berdi. 22 aprel tushdan burun hal qilg'uch musobaqa elib berildi. Natijada Tajdid komandasi 45 ga qarshi 56 natija bilan Sharq Turkiston Tantarbiya taraqqiyot jamiyati komandasini yengib birinchi bo'lib, cho'ng Uyg'ur lo'nqisiga erishdi. Sharq Turkiston Tantarbiya va taraqqiyot jamiyati komandasi 43 ga qarshi 45 natija bilan Istanbul tijorat universiteti komandasini yengib ikkinchi bo'lib, kichik Uyg'ur lo'nqisiga erishdi. Tijorat universiteti komandasi 3-likka erishdi. Oxirida Sharq Turkiston Ulamolar birligidan ustoz Habibullah Ko'sani islom va tantarbiya temasida to'xtalib so'z qildi. Qilayotgan harakatlarni qilishga rag'batlantirgan. Turkiyadagi Cumhur rais saylamiga 10 partiya qatnashadigan bo'ldi. Turkiya Ovoz Radiosuning xabarida bildirilishicha, 24-iyunda o'tkaziladigan Cumhur rais va 27-navbatlik parlament a'zolari saylamiga 10 partiya qatnashadigan bo'ldi. Bilet tashlash faoliyati butun mamlakatda 24-iyunda atdigan soat 8 da boshlanib, tushdan keyin soat 17 da oxirlashadiganligini Saylam Oliy Kengashining 24-iyunda o'tkaziladigan Cumhur rais va 27-navbatlik parlament a'zolari saylamiga qatnasha oladigan partiyalarga aloqador qarori rasmiy e'lon qilindi. Mazkur qarorda 2018-yili 24-iyunda az degandimi 6 oy ilgari partiya tashkilotlarini qurib bo'lgan va cho'ng qurultaylarni o'tkazib bo'lgan 10 partiya saylamga qatnasha oladiganligi bildirildi. Saylamga qatnasha oladigan partiyalar: 1. Adolat va taraqqiyot partiyasi, 2. Mustaqil Turkiya partiyasi, 3. Buyuk birlik partiyasi, 4. Cumhuriyet xalq partiyasi, 5. Demokratiya partiyasi, 6. Xalqlarning demokratiya partiyasi, 7. İyi partiya, 8. Millatchi harakat partiyasi, 9. Saadet partiyasi, 10. Vatan partiyasi. Farzandlarimiz laglak uchirish faoliyatiga qatnashdi. 23 aprel Xalqaro balla bayramiga qatnashayotgan farzandlarimiz Izmirning mashhur Sika bog'chisida laglak uchirish faoliyatiga qatnashdi. Turkiyaning Kocaeli viloyatida o'tkazilayotgan Xalqaro ballar bayram faoliyati 5-kuniga qadam qo'ydi. Bu faoliyatga Sharq Turkiston tashkilotlar birligining tashkillashi bilan Sharq Turkiston farzandlariga vakolatan Nozgum xonim qizlar jamiyati raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonimning yetakchiligida 21 nafar farzandimiz qatnashdi. Faoliyatga qatnashgan bir turk qarindishimiz so'z qilib, Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli Xitoy rejimining Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy kamsitish va irqiy qirg'inchilikni tunishtirib o'tdi. Faoliyatga Kocaeli viloyati boshlig'i Ibrohim Kara Osman o'g'li qatnashib, farzandlarimiz bilan ko'rishdi. Tushdan keyin 42 davlatdan kelgan bolalar bilan birga Kocaeli bolalar o'yin sarayida bolalarning aqliy iqtidorini taraqqiy qildirish uchun o'rinlashtirilgan fan texnikalik o'yin faoliyatiga qatnashdi. Shimoliy Koreyada 32 Xitoy fuqarosi o'ldi. 23 aprel Turkiya Ovoz Radiosi xabarida bildirilishicha, Shimoliy Koreyada yuz bergan qatnash voqeasida 36 kishi o'ldi. Xabarda Shimoliy Koreyaning Hwanghay rayonida bir avtobus o'rilib ketish voqeasi yuz berganligi, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu qatnash voqeasida 32 Xitoy sayohatchi va 4 Shimoliy Koreya fuqarosining hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. 昨天夜里，在朝鲜黄海北道发生的重大交通事故，现在已经造成32名中国公民遇难。 Xabarda yuz bergan qatnash voqeasining sabablarini tekshirish orqali yomg'ir yig'ib yo'lning teyilg'oq bo'lib ketganligi sababidan voqea kelib chiqqanligi ilgari surildi. Beş 1000 kishilik namoyishning tayyorliklari tamomlandi. 27 aprel Yevropa ittifoqi oldida o'tkaziladigan 5000 kishilik namoyishga bir hafta vaqt qoldi. Erkin Asiya Radiosuning xabarida bildirilishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu namoyishning g'albilik o'tkazilishi uchun 5000 kishilik namoyish tayyorlik komiteti hamda 5000 kishilik namoyish tashviqot guruhisini qurib chiqqan bo'lib, qancha o'nlagan Uyg'ur siyosiy aktivlari va Uyg'ur tashkilotlari bu namoyish uchun bir qancha oydan buyon tayyorlik xizmatlari bilan shug'ullangan. Bu guruhdagilar yana 10 000 kishilik nomsiz mahbuslarning tizimligini to'plash faoliyatini birlikda elib borgan. 5000 kishilik namoyishga eng ko'p kishining qatnashishi taxmin qilinayotgan davlat Belgiya bo'lib, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullamning bergan ma'lumotlariga qaraganda, Belgiyaning Brüssel va Antwerpen shaharlaridagi Uyg'urlar
yalğız shu yerdagi Uyg'ur Türk jamoatini namoyish uchun qo'zg'ashga ahamiyat berib qolmay, har qaysi davlatlardan keladigan Uyg'urlarni kutib olish, o'rinlashtirish ishlarining tayyorligini astoydil ishlagan. Egilishimizcha namoyishdan bir qancha kun burun Belgiyaning Antwerpen shahrida Dünya Uyghur Qurultayıning 6-cı növbətlik Vəkillər Qurultayıning 3-cü növbətlik İcraiya Komiteti kengaytirilgan yig'ini hamda 3-cü növbətlik Sharq Turkiston strategiya muhokama yig'ini o'tkazilgan bo'lib, bu yig'inlarga 16 davlatdan 40 atrofida Uyg'ur siyosiy aktivlari, ziyolilar, tashkilotlar mas'ullari, diniy zotlar vakillari va Dünya Uyghur Qurultayı rahbarlari kelib qatnashdi ekan. Bu faoliyatlarning tayyorlik xizmatlari tamomlangan.